Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Amircraft. Bugun sizlar bilan birgalikda qishloqdan, mana shu qishloqdan uy sotib olmoqchimiz. Qani ketdik. Xo'p, qani ketdik. Ahmadjon. Xo'p. Ahmadjon, sizning nimada YouTube kanalingiz bor edi-ya? Nomini aytvorsiz? Ahmadjon degan kanalim bor edi. Xo'p, qani biz birinchi bo'lib merga kirishimiz kerak va merga shu pullarni berishim kerak. Qani mer uyi qayerda Ahmadjon? Mana degan, ketdik. Like bosib obuna qo'yinglar. Qani ketdik. Kir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima kerak? Biz uy olmoqchi edik, shunga qancha bo'ladi? 1 stak izumrud. Kattasini olmoqchi edik. Ha, o'sha 1 stak. Xo'p, mana hozir tashab beraman. Bo'ldi. Bo'pti, biz yo'qsam ketdik. Uyga. Xo'p, yur ketdik Ahmadjon. Biz mana buni olmoqchi edik. Yur. Ana. Katta uy, davay. Mana shuni olmoqchi edik va o'zini fermasi ham bor. Fermasini keyinroq sotib olamiz. Hozircha bu bratniki. Mana bu yerini sotib olmoqchimiz keyinroq soqqa qilish uchun. Hozircha soqqamiz bor. Mana. Mana shu uy. Biz hozir bu narsalarga nimaydi? Uyga mebellarni olib kelamiz. Keyin yana videoni boshlaymiz. Xo'p, mana do'stlar, bizda 64 dagina izumrud qoldi va mana buni nimaga oldi degan bo'lsalar, qaranglar mana. Mana bu yerlarni chiroyli qilib bo'ldik. O'zimizning uyimiz, endi bu yerda yashaymiz, ya'ni bu qishloqda video olamiz. Xo'p, endi mana 64 ta mana bu bilan mana bu nimaga oldim? Xo'p, mana bu o'zi menda bor edi, pulim. O'zi 2 stak pul oldim. Mana endi mana bu yer bizniki bo'ladi va biz bu yerda ishlaymiz va biz fermer bo'lmoqchimiz. Qani ketdik. Ahmadjon, orqamdan yuring. Hozir biz mer yoniga boramiz va mana buni beramiz. Ana bitta fermani sotib olmoqchi edik. Bizga bersalar yaxshi bo'lardi. Xo'p. Qani kirdik. Yo'q. Xo'p, qani mer. Assalomu alaykum. Ha, nima kerak? Xo'p, biz ana bu fermani olmoqchi edik. 1 stak bo'ladimi? Hali bizning uyimiz yonidagi bitta ferma. Ha, sal qimmatroq ferma, shuning uchun 1 stak. Xo'p. Mana. Endi bizni menga tushib qoldi-ku, aka, olmaysizmi? Bermading-ku. Oling. Ahmadjon, ketdik. Xo'p, endi biz mana buni chuqur ham yaman qilib qo'yishdi-da bu qishloq. Nimaga o'zi bu qishloqqa keldi? Vobshe g'alati qishloq ekan. Lekin mayli, shu qishloqni o'zimiz kuchaytiramiz. Hali bu merni ham haydab turib o'zimiz mer bo'lamiz, qarab turgan. Xo'p, bu ferma endi bizniki. Akalar, ketinglar, iltimos. Urma. Xo'p, aka keting hozir bu bola sizni ham o'ldirib qo'yishi mumkin, o'shanga keting. Xo'p. Xo'p, aka ham ketib qoldi. Jinnimisan, nimaga o'ldirib qo'yding? Xo'p. Endi bu yerni biz narsa
Xo'p, uyga kiraylik bo'ldi, charchadimmi? Yur, Ahmadjon. Och eshigini. Kir. Xo'p. Bola, sizlar bilan biz Amercraft bo'ldik va bugungi videomiz tugadi. Va like bosib obuna qo'yinglar.